Zafar aka, semichka yog'ini ko'pchilik bezarar deyapti. Siz tushuntirib bera olasizmi, u zararmi, foydami? Tushuntirib bera olayman, zararmi, foydami. Men ham ko'p video ko'ryapman, bir xil вообще zarar, xolesterinni bor ekan, u ekan, bu ekan deydi, bir xil bezarar deydi, lekin hech kim tushuntirib bermayapti. Keyin men senga mana shu truba yordamida tushuntirib beraman. Tasavvur qilgan, bu bizani tomirimiz. Semichka yog'i rafinirovanniysida issiq graduslarda ko'p qovurish mumkin emas, chunki undan akrilin va svobodniy radikallar chiqadi. Ular nima qiladi? Ular sani tomiringni ichkaridan mana bunaqasiga jarohat yetkazadi. Mana endi xolesteringa keldik. Aslini olganda xolesterin bu bizning dushmanimiz emas. Sani yegan narsalaring tomiringni ichkaridan zararlantirgandan keyin xolesterin ularni davolashga keladi. Xuddi yiqilib tushsang, qashqa bo'ladi, xuddi mana xolesterin deydigan bo'lsak, mana u davolashga keldi. Davoladi ozgina. Sen yana o'sha yeyishingda davom ettirding, o'sha rafinirovanniy semichka yog'ida narsani qovurib yeding, bu yana shilib tashadi. Xolesterin yana keladi-da, yana mana bunaqasiga to'ldirib va batamom tomirlaringni yopib qo'yadi. Shundan infarkt, insult kasalliklari keladi. Aytib o'taman, xolesterin bu dushman emas. Bu shunchaki sen noto'g'ri ovqatlanganingdan tomirlaring jarohat olganda bu davolashga kelgan narsa edi. Xullas, qissadan qissa shuki, yog'i o'zi zarar emas, uni qayta ishlash jarayonida qo'shilgan har xil tarkibidagi narsalar zarar. Va yana eslatib o'tish kerak, xolesterin bu bizning dushman emas, u erkak kishi organizmi uchun juda ham zarur. U faqatgina davolamoqchi bo'lib keladi. Hamma noto'g'ri uchun buni zararga chiqargan. Bu ma'lumotni do'stingga yuborib qo'yib, menga obuna bo'lib qo'y.